Assalomu alaykum hammaga. Men Xonqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabini 11-sinf bitiruvchisi Muhammadova Saidjon bo'laman va hozirda Farmatsevtika texnika universitetini talabasiman. Bo'ladigan yo sal mingroq yo'nalishlarni tanlab qo'yib, shularda bo'laveradi deb ketgandan bir ming marta yaxshiroq deb o'ylayman. Maktabimizda O'ktam Fayzullayevich degan ustozimiz bo'ladi va bu O'ktam Fayzullayevich bu Life Science Olimpiada tashkil etib turgan vaqtda shu bizlarga girib aytaveradi. Shunda qatnashinglar shunday olimpiada bo'lib turibdi, imkoniyatlari katta bo'ladi deb. Keyin topshirsak topshirib ko'raveradi deb, butun klassimiz, sinfimiz bilan olimpiadada qatnashdi. Shu olimpiadada butun respublika bo'yicha 7 odamning ichidan birsi bo'lishga muvaffaq bo'ldim va grant sohibasini aylandim. Grantni yutib O'ktam Fayzullayevichga ko'rsatganimda u shunday sevindi, quvondi va meni chin dildan tabrikladi. Lekin o'shandan keyin 2-3 kun o'tib rahmatli bo'ldi. Afsuski, o'ylab qarasam men shu oddiygina bir doktor bo'lsam ham bir odamni yaxshi hayotini saqlab qolib bilaman, bir odamni davolayman, kunini 5 odam, 10 odamga qarayman. Lekin agarda men bir olima bo'lib, inshaalloh yangi bir dorilarning ustida ishlasam, jamiyatga kerakli bo'lgan shaxs bo'lib bilsam, ularni yangi bir kasalliklarni davosini topadigan yangi moddalar, usullar ishlab topsam, texnologiyalar ishlab topsam, bu ishlab topgan usullarimni izinda doktorlar ham даже men aytgan usulim bo'yicha izimdan boradi, mendan maslahat so'raydi. Men hozir aytgan choice'im, tanlovim meni maqsadimga yaqinroq, ko'proq bog'liqroq hisoblanadi. Va bu maqsad yo'lida borishda olg'a boramiz, Xudo xolasa.